Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumki, bu yilgi yoz mavsumida ob-havo haroratining odatdagidanda ko'tarilishi aholi punktlari, tashkilot va korxonalarda yong'in xavfini oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu davrda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmasligi oqibatida yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning ro'y berishi ko'payadi. Shu bois yong'inlarni oldini olishga qaratilgan profilaktika tadbirlarini kuchaytirish maqsadida 5-iyuldan 5-sentyabr kuniga qadar respublikamizda yoz mavsumida yong'inlarni oldini olishga qaratilgan dolzarb 60 kun profilaktika tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan bozor, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yonish portlash xavfi yuqori obyektlar, shuningdek odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish va sog'lomlashtirish maskanlarida, o'rmon va uy-joy fondi obyektlarida yong'inlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni o'tkazish va yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilishingizni, shuningdek korxona va tashkilot rahbarlaridan, davlat nazorati inspektorlari tomonidan taqdim etilgan tavsiyanoma va yozma ko'rsatmalaridagi yong'inga qarshi tadbirlarni o'z vaqtida bajarishingizni so'rab qolamiz. Fursatdan foydalanib, fuqarolarimizdan xonadoningizdagi elektr, gaz va sovutish qurilmalarini doimiy nazorat qilib borishingizni va ulardan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.